ülke, millet ve dil adları hakkında konuşuyoruz. Arkadaşlar, demek bugün siz bilan ülke, millat va ularning tili qay shaklda aytilishi haqida gaplashamiz. Xo'p, qarang, demak Turkiya, ya'ni Turkiyani turk tilida ham o'zining aytilish qonun qoidalari bor. Xo'p, Turkiya demoqchi bo'lsak, Turkiye deymiz va uning millatini atamoqchi bo'lsak, masalan, o'zbek tilida uning millatini atamoqchi bo'lsak, u o'zbek, qirg'iz, qozoq yoki turk deb ataymiz. Turkiyada esa, turk tilida esa uni millatini atash uchun biz l ya da li qo'shimchalaridan foydalanamiz. Buni qaysi shakllarda qo'shilishi haqida ham sizda ma'lumot bor. Ya'ni unlilar, qalin unlilardan keyin keladigan bo'lsa l va inji unlilardan keyin keladigan bo'lsa esa li shakllarini qo'llaymiz. Demak, Turkiyada buni qo'llab ko'ramiz. Turkiye va oxirgi so'zimiz unli bilan tugayapti va bu enji unli bo'lganligi uchun unga li shaklini qo'shdik. Demak, uning millatini atashimiz uchun turkiyeli ya da turk desak ham uning millatini aytgan bo'lamiz. Xo'p, masalan, u kadın Turkiyeli desangiz, u ayol o'sha turkiyalik, ya'ni uning millati turk degan ma'noda ham keladi. Endi tilini atamoqchi bo'lsak, o'zbek tilida ham ma'lum bir o'sha tilni atamoqchi bo'lsak, cha qo'shimchasidan foydalangan holda aytamiz. Turkcha deymiz, o'zbekcha, qozoqcha, inglizcha deymiz. Turk tilida esa buni 4 xil shakli bor. Che, ja, cha va je shakllari mavjud. Xo'p, demak bu qanday bo'ladi? So'zimiz jarangli undosh bilan tugaydigan bo'lsa va undan oldingi unli qalin bo'ladigan bo'lsa, biz ja shaklini qo'llaymiz. Agar so'zimiz jarangli undosh bilan tugab va undan oldingi unli enji bo'ladigan bo'lsa, J shaklini qo'llaymiz. Cha va che shakllari esa bu fıstıkçı shahobga bog'liq. Ya'ni so'zimiz jarangsiz undosh bilan tugasa va undan oldingi unli qalin bo'ladigan bo'lsa, ja undosh fıstıkçı shahob bilan tugab, ya'ni undan oldingi unli enji bo'ladigan bo'lsa, J shaklini qo'llaymiz. Masalan, turkchani endi so'zimizni tahlil qilamiz. Turkcha buni asosi turk va k fıstıkçı shahob, ya'ni jarangsiz bo'lganligi uchun va so'zimizda bir dona unli bo'lsa ham, u unlimiz ham enji bo'lganligi uchun biz unga che shaklini qo'lladik. Ya'ni turkcha gaplashaman desak, masalan, turkcha konuşuyorum deymiz. Ya'ni turkcha gaplashyapman deymiz. Xo'p, keyingi so'zimiz esa Almaniya. Bu Almaniya Germaniyaligini bilamiz va uni millatini atashimiz uchun almaniyali ya da alman desak deyishimizning o'zi kifoya qiladi. Birinchi so'zimizda turkiyeli dedik va ikkinchi so'zimizda esa almaniyali deyapmiz. Birinchi so'zimizdagi demak, payqaganingizdek unlilarga qarab li ya da l ni qo'lladik. Turkiya so'zida enji bilan tugaganligi uchun li ni qo'lladik. Almaniya so'zida unli qalin bo'lganligi uchun l shaklini qo'lladik. Xo'p, keyingi so'zim demak dil adlari esa almanja. Aytib o'tganimizdek, jarangli undosh bilan tugayapti va undan oldingi unlimiz qalin bo'lganligi uchun biz ja shaklini qo'lladik, almanja. Xo'p, keyingi davlatimiz Rossiya. Rossiya bu Rossiya va millati Rossiyali ya da rus, bu ham qalin bo'lganligi uchun l shaklini qo'lladik. Ruscha. Demak, turkcha bilan ruscha ikkitasi ham jarangsiz undosh bilan tugagan, faqatgina unlilar orqali bular ikkitasi farq qilyapti. Bu qalin bo'lganligi uchun chani qo'lladik, enji bo'lganligi uchun bu so'zimizda che shaklini qo'lladik. Keyingi so'zimiz esa Ingiltere. Ingiltere bu arkadaşlar Angliya. Ya'ni Angliyani turk tilida Ingiltere deb talaffuz qilamiz va unga ham millatini o'sha ingliz degan maqomni berish uchun unga ham li qo'shimchasini qo'shib qo'llaymiz. Ya'ni Ingiltereli, ya'ni angliyalik, o'sha ingliz ya da ingliz desangiz ham o'sha millatini atagan bo'lasiz. Xo'p, endi unga o'sha tilini maqomini berish uchun esa J qo'shimchasini qo'lladik, ingliz J va bu yerda ham z jarangli undosh va undan oldingi unli enji bo'lganligi uchun J shaklini qo'lladik. Solishtiramiz. Almanja, inglizcha, turkcha va ruscha shakllari bir-biri bilan farqlilikni hosil qilyapti. Qolgan tillarimiz ham xuddi shu o'lkalarimizdan kelib chiqqan holda uni millatini l ya da li qo'shimchasi yordamida millatini adlarini yasaymiz va tillarini yasashimiz uchun 4 ta cha, che, ja va j shakllaridan foydalangan holda yasab olamiz. Xo'p, keyingi mavzuyimiz esa kendi va
plus eyelik eki kendi so'ziga egalik kelishiga qo'shimchasini qo'shib so'z yasaymiz. Ba'zi bir holatlarda odam o'sha o'zini ta'kidlash uchun ko'proq o'zim degan o'sha so'zdan foydalanadi. Ya'ni men so'zini o'rniga o'zim yoki sen so'zini o'rniga o'zing, u so'zini o'rniga o'zi kabi so'zlarimizni qo'llashimiz orqali o'sha shaxsni yoki o'sha voqeani, narsani ham, xullas hamma narsani ta'kidlash ma'nosida ham qo'llanamiz. Masalan, kendi plus eyelik eki ya'ni egalik qo'shimchasi. Biz siz bilan geçen darsda eyelik eki haqida konuştuk arkadaşlar. Ya'ni egalik qo'shimchasi haqida gaplashdik. Masalan, kendim deysiz. Ya'ni kendim, men degan, o'zim degan. Ben so'zini o'rniga kendimni qo'llaysiz. Kendin, sen, ya'ni sen deyishning o'rniga o'zing deysiz. Kendi, u, kendimiz, biz, kendiniz, siz, kendileri, o. Ya'ni bu yerda ular ma'nosida keladi. Xo'p, ya'ni o'zim, meni o'rniga o'zim, seni o'rniga o'zing, uni o'rniga o'zi, bizni o'rniga o'zimiz, sizni o'rniga o'zingiz va ularni o'rniga o'zlari so'zlarini qo'llab qo'ygan holda gap tuzamiz. Masalan, ben yapıyorum yerine kendim yapıyorum. Ya'ni bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, ozroq ta'kidlash ma'nosi bo'ladi. Ya'ni men qilyapman deyishning o'rniga o'zim qilyapman deysiz. Yoda sen yapıyorsun o'rniga kendin yapıyorsun. O yapıyor, kendi yapıyor. Biz yapıyoruz, kendimiz yapıyoruz. Siz yapıyorsunuz, kendiniz yapıyorsunuz. Onlar yapıyorlar, kendileri yapıyorlar desangiz, o'z egalik qo'shimchasini qo'shish orqali ta'kidlash ma'nosini yasagan bo'lamiz. Keyingi so'zimiz esa hep plus eyelik eki, ya'ni hep so'ziga egalik qo'shimchasini qo'shish orqali ko'plik shaxsidagi so'zlarni yasaymiz. Masalan, hepimiz, biz, ya'ni biz deyishimizning o'rniga hammamiz deymiz yoki siz deyishimizning o'rniga hammangiz yoki ular deyishimizning o'rniga hammangiz so'zlari o'sha ko'plik ma'nosini berish uchun ham qo'llaniladi. Xo'p, hepimiz, biz, hepiniz, siz va hepsi onlar. Ya'ni hepsi keldi desiz, hammasi keldi degan ma'noni bildiradi. Xo'p, bu yerdagi so'zimizga bularni ham moslab qo'yamiz. Hepimiz yapıyoruz. Ya'ni hammamiz bajaryapmiz. Xo'p, hepiniz yapıyorsunuz. Hammangiz qilyapsiz. Hepsi yapıyor. Ya da hepsi yapıyorlar desangiz ham hammasi bajaryapti, hammasi qilyapti degan ma'noda qo'llaniladi. Buni faqat ko'plik shakli bo'lganligi uchun, ya'ni birlik shaklda qo'llanmaganligi uchun 3 xil shaklini ko'rib o'tdik. Demak, bugungi darsimizda sizlar ila o'lka, millat, dil adlari, ya'ni ma'lum bir o'sha o'lka va ularning millatini qanday aytish va tilini qanday shakllar orqali hosil qilishni hamda o'zim va biz so'zlarini hammamiz, hammangiz deyish kabi so'zlarni qo'llashni o'rgandik.